Men qaydaman. O'zimizni tumandaman, Shayxontohur tumanida Marokash restorandamiz. Bugun Hayit munosabati bilan, ro'za Ramazon munosabati bilan hokimiyat tomonidan katta dasturxon yozilgan. Bu yerda tumanimizni mehnat qahramonlari, Afg'on urush faxriylari va juda ham xalqimizga, yurtimizga mehnat singan mana shu tumanimizda e'zozdagi aziz insonlar taklif etilgan. Shular qatorida borligimdan juda ham xursandman. Bu yerda mana bizni Shayxontohur tumani afg'onchilar raisi Alisher akam taklif qilishgan. Mana hozir yaqinlashtiraman. Alisher aka. Xullas bir piyola choy ustida mana xizmatdoshlarimiz bilan birgalikda xotirlaymiz va albatta yaxshi kunlarimizga shukronalar aytib duolar qilamiz. Og'iz ochilgani yo'q, hali og'izochar payti kelyapti. Xudo xolasa barcha yurtdoshlarimizni, ro'zadorlarimizni, yurtimiz ardog'idagi yaxshi insonlarni Qo'shaloq bayram bilan tabriklayman. Mana bizni do'st nariyoqqa ketib qoldi. Yaxshi kunimiz ko'p bo'lsin. Hazrat Navoiy bobomiz aytganidek, har tuning qadr-u libon, har kuning bo'lsin Navro'z degan. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.